7-o'git. O'sishning hamisha og'rig'i bordir. Og'riqdan qo'rqmasang kamolot yordir. Kurashdan iborat hayotning yo'li, yashamoq imkonsiz lazzatga to'lib. Sharh. Halovat va qulaylik izlaymiz. Orom va lazzat, xursandchilik va huzur uzilmasa deymiz. Rohat va farog'at talab qilamiz. Aslida bu amalga oshmas orzu, yetib bo'lmas manzildir. Har maqomning o'z mashaqqati bor. Har o'rinning o'z tashvishi. Yer yuzi jannat emaski, unda azobsiz rohat topsang, yoki jahannam emaski, huzursiz azob bo'lsa. Ya'ni dunyoning hayotida ajib qoida hukmron. Tun va kun, issiq va sovuq, oq va qora yonma-yon yurgani kabi umrimizning har lahzasida qiyinchilik va lazzat almashib turadi. Eng katta nuqson komil va kafolatli farog'at istashdir. Dam olaman, ko'ngil xushlik qilaman degan xom xayolni uloqtirmoq lozim. Yigit umrining har onini kurash maydoni, jangu jadal zamoni ekanligini shak shubhasiz anglaydi. Kuchingni sarflaysan, ter to'kasan, to'qnashasan, yaralanasan, mehr ko'rsatasan, qahrga uchraysan, och qolasan, to'q bo'lasan. Hayot davom etadi. So'nggi manzil o'limdir. Hayotdan hayvondek emas, inson bo'lib yashab o'tmoq kerak. Insonga xos xislatlarni avaylab, farzandlarga meros qilib yetkazmoq lozim. O'zganing haqqini yeyish, odamlarga zulm qilish, ochofatga aylanish, birovlar qo'lidagi taomga ta'ma ila qarash. Bularning hammasi lazzat va huzurning qullariga xosdir. Yigit mashaqqatlar ichra kuchga to'ladi. Qiyinchilik qo'lida tarbiya topadi. Og'riqlar va iztiroblar narvoniga oyoq bosib yuksaklarga ko'tariladi. Yigit imtihonlar va sinovlar, tavakkal va qaytmaslik, shiddat va qat'iyat muzaffarlik va yashashning bosh qoidasi ekanligini bilgan insondir. Do'stim, aslo lazzatlarga o'rganma. Aslo xotirjamlik kishanlarini kiyma. Tur, yugur, qiynal, azob bilan iztirob chek. Ammo chekinma. Tanang bilan kelishib ol. Necha soat uyqu kerak unga? Qaysi taom va qancha suv bilan o'zini yaxshi his etadi? Hammasini bilib ol va unga kerakli parvarishni ko'rsat. Ammo tanam lazzatlanmog'i kerak deya unga sajda qilma. Vujudim orom olsin deya unga jannat qurib berish uchun potirlama. Ilm ol, hunar o'rgan, ota-onaga xizmat qil, ustozga itoat et, sadoqatli bo'l, do'stlarni qadrla, xudbinlik va riyokorlikdan qutul. Yaxshilik yo'lini tut, yomonlikni unut. G'azabing zulmga qarshi alangalansin. Muhiblaring qoshida muloyimlik ila qo'l qovushtir. Boshqalar lazzat ichida, men-chi deya sharmanda bo'lma. Boshqalar huzurlanmoqda, men-chi deya o'zingni uyat qo'liga topshirma. Sen mashaqqat va xizmat, sabot va kurashchanlik ila balanddir. Lazzat parastlikni kamaytirsang chiniqasan, ko'proq qiynalsang pishasan, kurashlardan qo'rqmasang g'olib bo'lasan.